Assalomu alaykum. Ashura kuni haqida yana qisqagina qiziqarli ma'lumot. Ashura kuni shunday kunki, xalos bo'lishlik yo'llari chiziladigan kundir. Bu tarixdan bizga ma'lum. Bir tarafda bechorahol, chorasiz qolgan Musa alayhisolatu vassalam va u zotning qavmi. Ikkinchi tarafda esa yer yuzidagi eng mashhur tug'yonga ketgan zolimlardan biri Fir'avn va uning tarafdorlari, uning askarlari. Ana shu bechorahol mo'min musulmonlarning ortidan quvlab kelayotgan bir vaqtda, bir necha daqiqalar vaqtlarning oralig'ida Alloh subhanahu va taolo ularga xalos bo'lishlik yo'lini chizib berdi. Buning siri nimada edi? Buning sirini Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Shuara surasida Musa alayhisolamning tilidan bir duoni aytadi. Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Aslo unday emas dedi Musa alayhisolam. Albatta Robbim men bilan birgadir dedi. Uning qavmi biz chorasiz qoldik, endi halok bo'ldik deganda Musa alayhisolam shu so'zlarni aytdi. Albatta Robbim meni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi, boshlaydi dedi. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan qarshisidagi suv ikkiga bo'lindi. Musa alayhisolam va u zotning qavmi ana shu yo'ldan oson eminlik bilan o'tib olishdi. Ana shu yer yuzidagi eng katta zolim va uning qavmi, unga ergashganlar ana shu suvda g'arq bo'lishdi, halok bo'lishdi. Bu kunning shukronasi sifatida Musa alayhisalom va u zotning qavmi Alloh taologa roza tutib, toat ibodati bilan o'tkazishdi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizlarni, o'zining ummatini Ashura kunida roza tutishlikni tavsiya qildilar, buyurdilar. Assalomu alaykum.